Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ismingiz nima? Doniyor. Turkiya universitetlarini tanlashingizni eng asosiy sababi nimada? O'zimni yo'limni topish. Qaysi soha, ya'ni yo'nalish bo'yicha o'qimoqchisiz? Ekonomika, iqtisodiyot. Nimaga aynan ekonomika, iqtisodiyotga qiziqasiz? Chunki o'zi yoshligimdan marketing va bizneslarga qiziqqanman. Tanishlarimdan orqali. Shu sababli ekonomika meni soham bo'ldi. Bu yerda o'zingizga mos keladigan qaysidir universitetni tanladingizmi? Top yetakchi universitet. Yo'q, endi tanlayman. Biz sizga omad tilaymiz. Assalomu alaykum, kayfiyatlaringiz qanaqa? Assalomu alaykum, yaxshi rahmat. Choy ichdingizmi ertalab? Yo'q, hayajon bilan keldim. Hujjatlarni olib keldingiz, hamma narsani olib keldingiz. Nega kayfiyat yo'q? Kayfiyat bor. Bizani qaysi universitetimizga topshirishni rejalashtiryapsiz? Eng mashhurlardan biri shu hamma bilgan Istanbul Kent universiteti asosan. Boshqa universitetlar ham bor, lekin ko'zga ko'ringanlardan deb o'ylayman. Siz uchun universitet tanlashdagi eng muhim bo'lgan faktorlar nima? To'rt darajadaligi, rezultati, ya'ni natijasiga qarab. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu Ismingiz nima? Mumtoza. Bu yerga nimaga keldingiz? Tanishganim. Turkiyani top yetakchi universitetlariga talaba bo'lish uchun keldingiz, to'g'rimi? Mumtoza bizani kelajakdagi yuqori malakali kadrimiz, ya'ni menejer bo'lib chiqdilar. Xo'p, qaysi universitetga kirishni rejalashtirasiz? Endi ko'rib tanlab qilaman. Siz universitet tanlashingizda qanaqa faktorlar siz uchun muhim? Xalqaro diplom bo'yicha. Tam ishlashga ham xudo xohlasa keyinchalik. Sizni qo'llab-quvvatlash uchun siz bugun kimlar bilan keldingiz? Men bugun o'zim keldim. Ishlaringizda omad, umid qilamiz. Turkiyaning eng zo'r universitetlarini siz uchun bu yerga olib keltirib qo'ydik. Siz kiringlar. Omad. Charchamang.